pensiya guvohnomasi qo'lingizda turib, siz undan faqat pensiya olish uchun foydalanayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan bir nechta muhim imkoniyatlarni boy berayotgan bo'lishingiz mumkin. Bugun men sizga pensiya guvohnomasi bilan bog'liq 9 ta yashirin, ko'pchilik bilmaydigan, lekin hayotda juda kerak bo'ladigan imkoniyatlar haqida gapirib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya yoshida bo'lgan har bir oila uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta hujjatni vaqtida ko'rsatmaslik natijasida odam oyma-oy pul, imtiyoz yoki xizmatlardan bexabar qolishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar aynan oddiy odamlarning cho'ntagiga, sog'lig'iga va huquqiga ta'sir qiladi. Pensiya guvohnomasi nima o'zi? Ko'pchilik uni faqat men pensionerman degan tasdiq qog'ozi deb biladi. Aslida esa bu hujjat sizning ijtimoiy maqomingizni tasdiqlaydigan muhim vosita. Ya'ni davlat, ayrim tashkilotlar, xizmat ko'rsatuvchi idoralar va ba'zi holatlarda xususiy korxonalar ham sizning pensioner ekaningizni aynan shu guvohnoma orqali aniqlaydi. Ilgari ko'p joyda imtiyozlar faqat og'zaki aytilar. Odamlar esa menga tegishli emas shekilli deb indamay ketaverar edi. Hozir esa elektron tizimlar, davlat xizmatlari markazlari, bank ilovalari va yagona reyestrlar orqali ko'plab ma'lumotlar tekshiriladigan bo'ldi. Lekin bir muammo bor. Tizim o'zgargani bilan odamlarning xabardorligi har doim ham yetarli emas. Avvallari pensioner biror idoraga borsa, undan qog'oz guvohnoma, pasport nusxasi, pensiya daftarchasi yoki boshqa ma'lumotnoma so'ralardi. Hozir ayrim joylarda ma'lumotlar elektron bazadan chiqadi. Lekin bu endi guvohnoma kerak emas degani emas. Chunki ko'p holatda aynan pensiya guvohnomasi sizga imtiyoz talab qilish, chegirma olish, to'lovni qayta hisoblatish yoki xizmatdan ustuvor foydalanish uchun asos bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam o'z huquqini bilmasa, unga hech kim alohida chaqirib, sizga mana bu yengillik bor deb aytmaydi. Shu sababli bugun men har bir imkoniyatni tushuntiraman. Birinchi yashirin imkoniyat. Pensiya guvohnomasi ayrim kommunal va maishiy to'lovlarda imtiyoz yoki kompensatsiyani aniqlash uchun asos bo'lishi mumkin. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Hamma pensionerga ham bir xil imtiyoz beriladi deb o'ylash xato. Imtiyozlar hudud, toifa nogironlik holati, yolg'iz yashash, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, kam ta'minlanganlik kabi omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, 7-2 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Uning oylik pensiyasi 1 million 200 ming so'm. U elektr, gaz, suv chiqindi va telefon uchun jami 300 ming so'm atrofida to'laydi. Agar uning holati ijtimoiy himoya mezonlariga tushsa, ayrim to'lovlar bo'yicha kompensatsiya yoki yordam olish ehtimoli bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun u mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi bu yerda uning maqomini isbotlaydi. Ikkinchi imkoniyat, tibbiy xizmatlarda pensioner maqomini tasdiqlash. Ko'pchilik shifoxonaga borganda faqat pasportini beradi, pensiya guvohnomasini esa uyda qoldiradi. Natijada ayrim xizmatlarda navbat, maslahat, yo'llanma, ijtimoiy dorilar yoki bepul tekshiruvlar bo'yicha imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Men shuni alohida aytaman. Pensiya guvohnomasi avtomatik ravishda hamma davolanishni bepul qilib bermaydi. Lekin u shifokor, poliklinika yoki ijtimoiy xizmat xodimiga sizning toifangizni ko'rish imkonini beradi. Masalan, Aldumin Takiz yoshli erkak yurak bosimi bo'yicha doimiy nazoratda turadi. U har oy doriga 300 ming so'm sarflaydi. Agar u oilaviy poliklinikada ro'yxatda bo'lsa, ayrim dori vositalari, tekshiruvlar yoki yo'llanmalar bo'yicha yengilliklar mavjud bo'lishi mumkin. Buni bilmagan odam esa hammasini xususiy dorixonadan o'z hisobidan olaveradi. Uchinchi imkoniyat. Jamoat transporti va mahalliy yo'nalishlarda chegirma yoki bepul yurish huquqini aniqlash. Bu masala hamma joyda bir xil emas. Ayrim shaharlarda yoki alohida toifadagi pensionerlar uchun transport imtiyozlari bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda esa faqat maxsus toifalarga beriladi. Masalan, oddiy yoshga doir pensioner bilan nogironligi bo'lgan pensionerning huquqi bir xil bo'lmasligi mumkin. Yoki mehnat faxrisi, urush qatnashchisi, front orti mehnatkashi, Chernobil oqibatlarini bartaraf etishda qatnashgan shaxs kabi alohida toifalar bo'lsa, ularga boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Hayotiy misol, bir otaxon har kuni shifoxonaga qatnaydi. Yo'l uchun kuniga
12 ming so'm sarflaydi. Oyiga 20 kun qatnasa 2,5 ming so'm bo'ladi. Agar u huquqiga ko'ra transport yengilligidan foydalana olsa, bu uning pensiyasida juda sezilarli farq qiladi. 4-imkoniyat. Bank va moliyaviy xizmatlarda pensiya guvohnomasi orqali ishonchlilik va maqomni tasdiqlash. Ko'p banklar pensionerlar uchun alohida kartalar, omonat shartlari, kredit mahsulotlari yoki xizmat ko'rsatish tartiblarini taklif qilishi mumkin. Bu ham hamma bankda bir xil emas, lekin so'rab ko'rishga arziydi. Masalan, pensioner kartasi orqali naqd etish komissiyasi pastroq bo'lishi, ayrim to'lovlar bepul bajarilishi yoki pensiya keladigan karta bo'yicha qo'shimcha xizmatlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, ayrim banklarda pensionerlarga mo'ljallangan mikroqarzlar bor. Men bu yerda ogohlantiraman. Kredit olish imkoniyat degani, albatta kredit olish kerak degani emas. Agar oyiga 25 ming so'm pensiya olayotgan odam 1 million so'm kredit olib, oyiga 700 ming so'm to'lov qilsa, qolgan pulga yashash juda qiyin bo'ladi. Demak, imkoniyatdan foydalanishdan oldin hisob-kitob qilish shart. 5-imkoniyat. Davlat xizmatlari markazlarida ayrim xizmatlar bo'yicha qulaylik. Ustuvorlik yoki to'lov yengilliklarini so'rash. Pensiya guvohnomasi ko'pincha sizning yoshga doir yoki boshqa turdagi pensioner ekanligingizni tasdiqlaydi. Masalan, hujjat tiklash, kadastr masalasi, meros hujjatlari, notarial xizmatlarga yo'llanish, turli ma'lumotnomalar olish jarayonida siz o'zingizning holatingizni ko'rsatishingiz mumkin. Ba'zi xizmatlar bo'yicha davlat boji yoki to'lovlar aniq qonun bilan belgilanadi. Ayrim toifalarga esa yengillik berilishi mumkin. Men har doim shunday maslahat beraman. Davlat xizmatlari markaziga borganda men pensionerman, mana guvohnomam. Ushbu xizmat bo'yicha menga imtiyoz. Navbatdagi yengillik yoki to'lovdan ozod qilish tartibi bormi deb aniq so'rang. Aniq so'ramasangiz, xodim har doim ham o'zi tushuntirib bermasligi mumkin. 6-imkoniyat. Soliq, yer, mol mulk va boshqa majburiy to'lovlarda toifangizni aniqlash. Bu juda muhim nuqta. Ayrim pensionerlar mol mulk solig'i, yer solig'i yoki boshqa mahalliy to'lovlar bo'yicha imtiyozlardan bexabar bo'lishadi. Lekin bunday imtiyozlar odatda shaxsning toifasi, mulk turi, maydoni joylashuvi va qonunchilikdagi aniq mezonlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, 7 ming yoshli ayolning bitta hovlisi bor. U har yili soliq xabarnomasi kelganda to'lab qo'yadi. Keyin qo'shnisi men to'lamayman, menga imtiyoz bor deydi. Bu yerda shoshilmaslik kerak. Chunki qo'shnining holati boshqa bo'lishi mumkin. U nogironligi bo'lgan shaxsdir. Urush faxriysidir yoki mulk boshqa toifaga kirar. Lekin tekshirtirib ko'rish shart. Soliq organiga yoki may soliq xizmatlariga murojaat qilib, pensiya guvohnomasi va shaxsiy ma'lumotlar asosida imtiyoz bor yo'qligini aniqlash mumkin. 7-imkoniyat sanatoriy, reabilitatsiya va sog'lomlashtirish yo'llanmalari bo'yicha huquqni tasdiqlash. Ko'p pensionerlar sanatoriy faqat tanishi borlarga beriladi deb o'ylaydi. Aslida ayrim yo'llanmalar ijtimoiy himoya tizimi, tibbiy ko'rsatma yoki alohida toifalar asosida berilishi mumkin. Bu jarayonda pensiya guvohnomasi, tibbiy xulosa, poliklinika ma'lumotnomasi, nogironlik hujjati bo'lsa, u ham shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, insultdan keyin tiklanayotgan 66 yoshli pensionerga reabilitatsiya kerak. U xususiy markazga borishga pul topolmaydi. Agar u poliklinika orqali tibbiy ko'rsatma olsa va ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilsa, navbat asosida reabilitatsiya yoki sanatoriy yo'llanmasi olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu kafolatlangan va hamma uchun darhol beriladigan narsa emas, lekin huquqni tekshirmasdan turib voz kechish noto'g'ri. 8-imkoniyat savdo, xizmat ko'rsatish va xususiy tashkilotlardagi chegirmalar. Bu davlat imtiyozi bo'lmasligi mumkin, lekin hayotda juda foydali. Dorixonalar, optika salonlari, tish klinikalari, laboratoriyalar, maishiy texnika do'konlari yoki supermarketlar ayrim kunlarda pensionerlar uchun chegirma e'lon qiladi. Ko'pchilik bu chegirmadan foydalanmaydi. Chunki kassada so'rashga uyaladi yoki guvohnomasini olib yurmaydi. Masalan, dorixonada 10% chegirma bo'lsa, oyiga dard sud 1000 so'mlik dori oladigan pensioner dardi 1000 so'm tejaydi. Yiliga bu dardi 80 ming so'm degani. Optika salonida ko'zoynak 60 ming so'm bo'lsa, 15% chegirma 90 ming so'm tejaydi. Bu mayda pul emas. Shuning uchun men pensionerlarga har doim aytaman. Guvohnomani ehtiyot qilib, lekin zarur joylarda ko'rsatishga tayyor bo'ling. So'rash uyat emas. Bu sizning haqqingiz bo'lishi mumkin. 9-imkoniyat
huquqiy nizolarda va ijtimoiy yordam olishda maqomni isbotlash. Ba'zan odam meros, aliment, qarz, uy-joy, kommunal qarzdorlik, majburiy ijro yoki sud masalalariga duch keladi. Pensioner ekkaningiz sud ijro organi yoki ijtimoiy himoya tizimi uchun muhim holat bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning yagona daromadi pensiya bo'lsa, majburiy undirishlarda ayrim cheklovlar to'lovni bo'lib to'lash. Ariza asosida yengillik so'rash kabi huquqiy mexanizmlar mavjud bo'lishi mumkin. Yoki yolg'iz pensioner uy-joy masalasida qiynalayotgan bo'lsa, mahalla va ijtimoiy xizmatlar uning holatini baholashi mumkin. Pensiya guvohnomasi bu jarayonda men daromadi cheklangan, ijtimoiy himoyaga ehtiyoji bo'lishi mumkin bo'lgan shaxsman degan maqomni tasdiqlovchi hujjatlardan biri bo'ladi. Endi kimlar albatta xavotir olib, hujjatlarni tekshirish kerak. Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ularning daromadi ko'pincha faqat pensiyadan iborat bo'ladi. Kommunal to'lov, dori-darmon va oziq-ovqat xarajatlari esa yildan yilga oshib boradi. Ikkinchi toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Ularda oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari qo'shimcha huquqlar bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Ayniqsa bolalar yoki vasiylar orqali pensiya rasmiylashtirilgan oilalar. To'rtinchi toifa qishloqda yashaydigan, internetdan kam foydalanadigan, davlat xizmatlariga borishga qiynaladigan keksalar. Beshinchi toifa pensiyaga yangi chiqqanlar. Chunki ular hali qaysi joyda qanday hujjat ko'rsatish kerakligini bilmasligi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazalarda to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa, pensiya o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, siz imtiyozlaringizni tekshirtirgan bo'lsangiz va har yili soliq, kommunal, tibbiyot, bank hamda ijtimoiy himoya bo'yicha holatingizni yangilab tursangiz, unda vahima qilish shart emas. Lekin baribir hujjatlarni tartibli saqlash kerak. Chunki biror kun sanatoriy yo'llanmasi, soliq masalasi, tibbiy yo'llanma yoki bankdagi muammo chiqsa, guvohnoma qayerda edi deb izlab qolish vaqt yo'qotadi. Eng katta xatolardan biri pensiya guvohnomasidagi ma'lumotlar eski yoki noto'g'ri bo'lsa ham odam bunga e'tibor bermaydi. Familiya o'zgargan, pasport yangilangan, yashash manzili almashgan, lekin hujjatlarda hammasi eski qolgan bo'lishi mumkin. Natijada davlat xizmatlari markazida, bankda yoki shifoxonada ma'lumotlar mos kelmay qoladi. Masalan, pasportda familiya Karimova, eski guvohnomada esa nikohdan oldingi familiya ko'rsatilgan bo'lsa, ayrim joylarda qo'shimcha hujjat talab qilinadi. Bu esa navbat, vaqt, asab va ba'zida qo'shimcha xarajat degani. Yana bir nozik masala guvohnomani boshqa odamga berib yuborish. Men buni qat'iyan tavsiya qilmayman. Farzandingiz yoki qarindoshingiz siz uchun dorixona, bank yoki idoraga borishi mumkin. Lekin hujjatni topshirishda ehtiyot bo'ling. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, qonuniy tartibda rasmiylashtiring. Pensiya kartasi, PIN kod, pasport va guvohnomani birga begona odamga berish xavfli. Firibgarlar aynan keksalarning ishonuvchanligidan foydalanishi mumkin. Sizga yordam puli chiqaramiz. Pensiyangizni oshirib beramiz. Kompensatsiya bor. Karta raqamingizni ayting degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Hech qachon SMS kodini aytmang. Endi amaliy qadamlar haqida gaplashamiz. Birinchi qadam, pensiya guvohnomangizni toping va undagi ma'lumotlarni tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, pensiya turi, berilgan sana. Muhr yoki elektron tasdiq ma'lumotlari to'g'rimi? Qarang. Agar hujjat eskirgan, yirtilgan, o'qib bo'lmaydigan holatda bo'lsa yoki yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash tartibini aniqlang. Buning uchun pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumot oling. Ikkinchi qadam, asosiy hujjatlarni bitta papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, tibbiy ma'lumotnomalar, nogironlik hujjati bo'lsa uning nusxasi, soliq obyektlari bo'yicha hujjatlar, uy-joy hujjatlari, kommunal shartnomalar va oxirgi to'lov kvitansiyalarni alohida saqlang. Nusxalarini ham tayyorlab qo'ying. Har safar idoraga borganda hamma narsani boshdan izlab yurish shart bo'lmaydi. Uchinchi qadam, mahalla yoki ijtimoiy himoya xodimiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Men pensionerman, yolg'iz yashayman. Mening daromadim falon miqdor. Menga kommunal kompensatsiya, oziq-ovqat yordami, sanatoriy yo'llanmasi yoki boshqa ijtimoiy yordam tegishlimi deb so'rang. Umumiy menga nima bor deb emas. Aniq yo'nalishlar bo'yicha so'rasangiz, javob ham aniqroq bo'ladi.
Agar rad javobi berilsa, sababini yozma yoki rasmiy tushuntirish sifatida so'rashdan tortinmang. 4-qadam, soliq va kommunal xizmatlarni tekshirtiring. Soliq organiga yoki elektron xizmat orqali mulkingiz bo'yicha imtiyoz bor yo'qligini aniqlang. Elektr, gaz, suv, chiqindi, isitish, telefon yoki boshqa xizmatlarda pensionerlar uchun alohida tartib bormi? Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotdan so'rang. Ayniqsa qarzdorlik yig'ilib qolgan bo'lsa, bo'lib to'lash. Qayta hisoblash yoki yordam so'rash imkoniyatini tekshiring. Ba'zan xato hisob-kitob ham bo'ladi. Odam esa davlatniki bo'lsa to'g'ridir deb to'lab yuboradi. 5-qadam, tibbiy yo'nalishni tartibga keltiring. Oilaviy poliklinikaga boring. Doimiy kasalliklaringiz bo'yicha ro'yxatda turishingizni tekshiring. Bepul yoki imtiyozli dori-darmonlar ro'yxati haqida so'rang. Zarur bo'lsa shifokordan sanatoriy yoki reabilitatsiya uchun xulosa so'rang. Agar har oy dori ichsangiz, xarajatlarni yozib boring. Masalan, bosim dorisi 7-20 ming, qandli diabet dorisi 8-20 ming, yurak dorisi 7-70 ming bo'lsa, oyiga 150 ming so'm chiqadi. Shunday xarajatlar bor odam ijtimoiy yordamni tekshirtirishi shart. 6-qadam, har bir xaridda chegirma so'rash odatini kiriting. Dorixona, optika, laboratoriya, klinika, transport kartasi. Do'kon yoki xizmat ko'rsatish joyida pensionerlar uchun chegirma bormi deb so'rang. Bunda uyalmang. Siz hech kimdan sadaqa so'ramayapsiz. Mavjud shartni bilmoqchisiz. Agar chegirma bo'lsa, pensiya guvohnomasini ko'rsatasiz. Agar bo'lmasa, shunchaki rahmat deb ketasiz. Lekin so'ramagan odam hech qachon bilmaydi. 7-qadam, farzandlar va yaqinlar pensioner qarindoshlarining hujjatlarini bir marta ko'zdan kechirsin. Ko'p keksalar idoralarga borishga qiynaladi. Navbatda turish ularga og'ir. Farzandlar esa ba'zida pensiya tushyaptimi, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushishi bilan barcha imtiyozlar avtomatik ishlayapti degani emas. Bir kun vaqt ajrating, hujjatlarni ko'ring. Telefon raqamlar bazada to'g'rimi? Bank kartasi xavfsizmi? Soliq qarzdorligi yo'qmi? Kommunal hisoblar to'g'rimi? Tekshiring. 8-qadam, hech qachon og'zaki gapga tayanib qolmang. Agar biror imtiyoz yo'q deyishsa, qaysi hujjat asosida yo'qligini so'rang. Agar bor deyishsa, qanday ariza yozish, qaysi muddatda ko'rib chiqish, qanday hujjat qo'shish kerakligini aniqlang. Ariza topshirsangiz, ro'yxatga olingan raqamini oling yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. Keyin bizga kelmagan degan gap chiqmasin. 9-qadam, guvohnoma yo'qolsa yoki shubhali odamlar qo'liga tushsa, darhol choralar ko'ring. Pensiya kartasi bilan birga yo'qolgan bo'lsa, bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, tegishli idoraga murojaat qiling. Agar kimdir sizning nomingizdan kredit, shartnoma yoki ariz rasmiylashtirgandan shubhalansangiz, bank, ichki ishlar organlari yoki huquqiy maslahat markaziga murojaat qiling. Keksalar uchun eng xavfli narsa mayli o'tib ketar deb jim yurish. Bu mavzuda eng muhim xulosa shuki, pensiya guvohnomasi oddiy qog'oz emas, u sizning ko'plab xizmatlar. Imtiyozlar va huquqlarga kirish eshigingiz bo'lishi mumkin, lekin eshik borligi bilan u o'z-o'zidan ochilmaydi. Siz so'rashingiz, tekshirishingiz, hujjatlarni tartibga keltirishingiz va kerak bo'lsa ariza yozishingiz kerak. Har bir pensionerga ham bir xil imkoniyat tegishli emas, lekin har bir pensioner o'z holatini tekshirtirishga haqli. Bugun men sizga pensiya guvohnomasi orqali kommunal to'lovlar, tibbiyot, transport, bank xizmatlari, davlat xizmatlari, soliq, sanatoriy, savdo chegirmalari va huquqiy himoya masalalarida qanday imkoniyatlar bo'lishi mumkinligini tushuntirdim. Endi sizdan iltimos. Uyingizdagi pensioner yaqinlaringizning hujjatlarini tekshirib ko'ring. Ularga bu ma'lumotni ayting. Kerak bo'lsa birga idoraga boring. Izohlarda yozing. Siz pensiya guvohnomasi orqali qanday imtiyoz yoki chegirmadan foydalangansiz? Boshqalar ham bilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Chunki keyingi videolarda ham oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan muhim huquqiy va moliyaviy mavzularni sodda qilib tushuntirib boraman.